Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Bonnie Gwin. Bugun sizlar bilan yangiliklarni muhokama qilamiz. O'zbekistonda bo'layotgan, butun dunyoda qanaqa qiziqarli yangiliklarni o'qib, o'zimizning fikrimizni aytib, o'shani muhokama qilamiz. Bu Er-xotin podkast. Birinchi yangilik. Qani? Nima ekan? Xo'p, Instagramda Hop. Jamila Alimbayeva degan qiz bor. Aha. O'sha firibgarlikka uchragani haqida birinchi yangilik. Juda ham qiziq. Instagramda hamma muhokama qilyapti. O'zim ham hamma joyda o'qib chiqyapman. Hop. Xo'p, u yerda qiz 2023-yilda bitta bola bilan tanishadi. Tipa yaxshi ko'rishadi ular. 2 yil gaplashishadi. 2024-yilda to'yi bo'layotgan paytda уже mana bir oy qolganda to'yi bo'lganda bolamda keladi-da, "Azina problemam bor mani. To'yni kechiktirishimizga to'g'ri keladi" deydi. Keyin nima bo'ladi deydi u qiz. Keyin u bola aytadi, "Что, mani problemam bor, hozirda menga katta pul kerak" deydi. U bola qiz ota-onasining oldiga keladi-da, aytadi adasiga, qiz adasiga aytadi, "Shunaqa problemam bor, hal qila olaman, faqat tipa zalogga uy kerak" deydi. Keyin shunaqa qilib qiz otasi katta uyi bo'ladi, hovlisi bo'ladi-da, "Mana bu qizimning baxti" deb aytadi-da, anaqa qiladi. O'sha bo'lajak kuyoviga o'sha anaqa uyni nomiga o'tkazib beradi. Nomiga o'tkazmaydi, anaqa qiladi. Под залог qo'yadi. И вот под залог qo'yadi-da, и bola yo'q bo'lib qoladi. A под залог qo'ygan odam qanaqadir bloger bo'ladi. Очень популярный, богатый bloger bo'ladi. Adashmasam Real Sanjik ismi. O'shanga u под залог qo'yilgan bo'ladi. Ana samim деле по мошенничеству u bola anaqa uyini olib qo'yadi-da. И keyin hozir nimaga bu katta anaqa bu qilib bo'lib ketdi ma'lumot? Shok xabar. Shok xabar bo'lib ketdi, chunki qiz uysiz qoldi. Ota-onasi ko'chada qoldi, qiz uysiz qoldi. U bo'lajak turmush o'rtog'i yo'q bo'lib qoldi. Real Sanjik uyni tipa pulini berganman deyapti-da, lekin bermagan pulini. Qizning ota-onasiga, qizga. O'sha bo'lajak turmush o'rtog'iga berganmi, Xudo biladi. Shunaqa qilib bitta yaxshi yashab turgan oila qaysidir bitta tupoy bolani deb, qaysidir tupoy bloger deb anaqa uysiz qolyapti-da, tushunasizmi? No, men tupoy demasdim, shunchalik agar nima deydi, aqli yetib qarab aldab uyini olib qo'ygan bo'lsa, u juda ham men aytgan bo'lardim, ayyor, tulki deb. No, tulki mошенник derdim men bu yerda. Mошенник, da, to'g'ri, mошенник. To'g'ri. Lekin bu yerda qizga men ko'proq achindim, chunki uchi aybi yo'q-da, uni meni чистый fikrim. Uni aybi yo'q, anaqa qiladi u. Ishongan o'sha odamga bo'lajak turmush o'rtog'im degan 2 yil gaplashgan, keyin yoshlik qilganmi bilmayman. Yoshlik qilgan emas, просто она доверилась. И вот это unga katta anaqa zarba bo'ldi. Endi menimcha men ishonch bo'lgani bilan baribir ota-onasini uyini zalogga qo'ymasligi kerak edi. Men shunaqa deb o'ylayman. Uyini, lekin otasi o'zi rozi bo'lganlar-da. No, baribir qiz o'sha yerda присутствовать qilgan-ku baribir. Hamma narsadan xabardor bo'lgan-ku. Hali turmushga chiqmagan yigitiga, to'g'rimi? Da. Endi to'yi bo'lishi kerak. Da, zagsdan o'tayotgan payt zagsdan o'tish kerak edi. Zagsdan o'tmagan. Yo'q. Turmush o'rtog'i emas. Da. Mayli 2 yil taniysan sen, boshqa sevarsan ham, lekin necha pullik uy? $240,000. Katta прям uchastka dahshat. $240,000. Shuncha pul turadigan uyni birovni nomiga o'tkazdirib berish, menimcha bu unchalik ham aqlli fikr emas. No, to'g'ri, achinasan, men ham achinaman. Hamma menimcha o'sha qiz taraf. Men ham qiz tarafman. Конечно, hamma xohlaydi, nima deydi, справедливость. Da, men xohlayman. Чтобы o'sha bloger bunga uyini qaytarib bersin, qiz shu bilan baxtli boshqa bolaga turmushga chiqib ana qilsin. No, qiz juda qiynalgan, даже mikroinsult topdi. Yuzi bitta tarafi ishlamay qolibdi-da, до такой степени нервничать qilganidan. Endi nima bo'layotgan ekan hozir shunda? Yana bitta kulgili narsa, o'sha bloger Real Sanjik anaqa Instagramda video olib chiqqan-da. Shu uyga biz kattalar bilan maslahatlashib,
hamma bilan tipa maslahatlashib detdomga beramiz shu uyi degan. Detdomga beramiz tipa bunaqa yozib keldik ariza detdomga topshiramiz shu uyi degan. Men bu yerda qani logika deyapman. Nimaga detdomga? Bu именно ehson sifatida. Nimaga detdomda u aytgan ehson sifatida men hayron qolganim nimaga detdomga tipa qiz bor-ku o'sha qanaqa birov uyini sen ehson qilasan. Bu birinchidan. Ikkinchidan bu ish anaqa qonun taraflama ko'rib borilyapti-yu. Uy zapretda turibdi. U qanaqa qilib zapretda turgan uyi tipa dokumentini oladi-da, borib detdomga topshirib keladi. Это noto'g'ri-da. Ishoning, men mana shuni aytayapman-da, o'zimga обсуждать qilyapman. Mana qanaqa noto'g'ri-ku deyapman-da. Bir kundan keyin Instagramdan anaqa chiqyapti. Informatsiya chiqyapti, что детдом, детдом organizatsiyasi отказался? Откazda, qatamiz, отказ qilishibdi. Что biza детдом uchun государство, O'zbekiston государствоsi anaqa qiladi. Полный bolalarni обеспечивать qiladi, tipa uy kerak emas deb отказ qilishibdi. Ular ham eshitgan bo'lsa yangilikni, yo'q, biz aralashmaymiz deb o'rganda. Da, lekin men xohlayman juda ham shu qizga uyini qaytarib berishni. Taxminlaringiz nima bo'ladi? Nima deb o'ylaysiz? Meni taxminlarim to'g'risi taxminlarim qizga uy qaytadi. Qizga uy qaytadi deb o'ylaysiz. Chunki butun xalq uni поддерживать qilyapti. Shuncha odam unga yordam beryapti, поддержка qilyapti. Men o'ylayman, baribir qaytib keladi. Yaxshi advokat topadimi yoki anu bola Real Sanjik degani o'zi qaytarib beradimi, nimadir qilib bilmadim. Lekin men ichimdan xohlardim o'sha narsani, juda ham xohlayman qaytarib berishni. Shunaqa bo'ladi deb o'ylayman ham. Biz ham unda yaxshi bo'lishiga umid qilib qolamiz. Va keyingi yangilikka o'tamiz. Yangi salom. Ikkinchi yangilik. Men uchun juda ham qiziq. Chunki men ham o'sha narsa bilan o'sha narsani men ham ishlataman-da. Qarang. Olimlar 100 ta odamni chaqiribdi-da, anaqa o'tkazibdi. Tipa eksperiment o'tkazibdi. Mana senga shifokor yozgan retsept, mana senga ChatGPT yozgan retsept debdi. Ularga aytmagan, конечно. Bilasizmi, 100 ta odamdan tam nechidir foizi, juda ham ko'pchiligi doktor yozgan retsept emas, ChatGPT yozgan narsani tanlabdi. Bu nima degani? Odamlar hozir doktor yozgan, vrach yozgan narsaga emas, ChatGPTga aytasiz, qornim og'riyapti deb. Tam, men buni qilgan deganga ishonyapti. Men hayron qoldim o'qib, to'g'risi. Menda ham hozir ko'p bo'ladi. Bilasan, bu yerda Germaniyada doktorga borish oson emas bizga o'xshab. Bizda masalan u yoq bu yog'ing og'ridi, yugurib borib, anaqa shaxsiy doktorxonaga ham yoki davlatnikiga ham borib, ozgincha o'chirtda turib, o'sha kuni ko'rsatib kelsang bo'ladi o'zingni. To'g'ri. Ishing bitadi. Bu yerda unaqa oson emas. O'shaning uchun ham iloji yo'q. Masalan, qorning yoki boshing og'rib turibdi, tushunarsiz-a? Boshing og'risa-ku, sitraman bir nima ichding. Men ham ChatGPTga yozaman. Mamnaqa og'riyapti. Nimadir beradi-da. Bu yaxshi fikr deb o'ylamayman. Noto'g'ri, конечно. Yaxshi anaqada variantida doktorga borish kerak. Lekin menimcha ChatGPTda sizga savol unda. Shunaqa yaxshi men yozaman deyapsiz-da. Shu oxirgi nechidir oy ichida siz shuni qilishni boshladingiz-da. Undan oldin nima qilardingiz? ChatGPT bo'lmaganda nima qilardingiz? Undan oldin ayamga telefon qilardim. Ya bo'pti, qarang. Слишком sizni pugach qilmaydimi? ChatGPT слишком hozir hamma yoqda. Men o'rtoqlarim ham 2-3 ta o'rtoqlarim bor. Aytadi-da, ChatGPT ishlamay qolsa bo'ldi, men ishim ham to'xtaydi. Ya'ni ularning ishi ChatGPT bilan bog'liq. Da, конечно, agar rostmana o'tirib, o'ylab ko'radigan bo'lsang, конечно, qo'rqitadi bu narsa. Menimcha hech yoqqa qocha olmaymiz bu narsadan. Faqat bu doktorlar bilan yoki не только demoqchiman, не только doktor, boshqa narsada ham oddiy odamlar даже do'stlashyapti-ku. Masalan, sen bitta o'zingsan, o'rtoqlaring yo'q, ChatGPT bilan gaplashib o'tirasan. Xuddi shunaqa suhbatlash. Shunga o'xshagan narsa anaqa. Даже menda ham bo'ladi, bir xilda shunaqangi kirib ketaman.
mamdaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi, nimaga bunaqa, это же nельзя deb. Хороший собеседник получается. Da, chunki nimaga u har doim seni поддержка qiladi, har doim seni prav qiladi. To'g'ri. No, ko'p holatlarda seni yoningda oladi. To'g'ri, men bir xibatlari hattoki urishaman. O'zingni fikringni ayt, nimaga men bilan qo'shilasan deb urishib xuddi yozaman, голосовой yozaman-da. Da, oddiy sandan ham sen anaqa baqirib tashlaysan-ku. Men baqirib yozaman. ChatGPT jonga tegdi, men bunaqa narsani so'rayapman-ku, bunaqa yozgin deb baqirib gapiraman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? ChatGPTni foydasidan ko'ra zarari ko'pmi? Meni fikrimcha hozircha foydasi ko'p, lekin qachonlardir baribir keyinchalik uni zarari ham bo'ladi. Men shunaqa deb o'ylayman. Keyingi yangilik. Janubiy Koreyada 20 yoshli ayol tarakanni yo'q qilaman deb uyini yondirib yuboribdi. Shunchalik joniga teganini qarada tarakanlarda. G'alati. Menimcha Slishkom ko'p bo'lganmi? Nimadan foydalangan ekan informatsiya? Hozir o'qimoqchiman. O'zsan shahridagi ko'p qavatli uylardan biridagi xonadonda yashagan. U tarakanlardan qutulish uchun yondirgich, ya'ni zajgalka va aerozol balonchasidan foydalanishga qaror qilgan. Zajgalkani tutib mamdaqa pisillatgan u nimadir bilan, to'g'rimi? Shunaqami? Aerozol. Men shunaqa tushunyapman. Nimaligini bilmayman. Men ham bilmayman. Menimcha oddiy dezodorant olib turib mana qilsang bo'ladi-ku, bilasanmi? Chiqarsa bo'ladi, bilaman. Menimcha o'shanaqa qilgan. Zajgalkani yoqqanda, mamdaqa pisillatgan. Olov katta anaqa qilgan. To'g'ri. Olovni katta qilib bergan. Voy, ishoning, yong'inga sabab bo'lgan qisqa jinoyat ishi ochilishi kutilmoqda ekan. Politsiya kelibdi-da. Tipa jinoyat ishi ochilayotgan ekan. Ana odamni o'sha ayol yondirgani uchun tipa jinoyat qilgan, g'alati emasmi? No, lekin bu чисто baxtsiz hodisa bo'lgan deb o'ylayman. No, jinoyat menimcha da. Da? Как? Ну, В смысле? Таракан, чужой. Она хотела просто взяла и o'ldirmoqchi bo'lgan, jinoyat qilmagan. U bitta o'ziga emas, boshqalarga ham aniq qilgan. No, boshqalarga zarar keltirishni o'ylasa-da. Hayot uchun xavfli narsa. No da, давай. To'g'ri. Hech qayerda yozib qo'ymagan-ku. Zajgalkani oylarda bir narsani sepinglar, olovni katta qiladi. Da. Bu narsa mumkin deb. Menimcha unaqa narsa yo'q. Mana yondirib yuboribdi-ku uyini. To'g'ri. Endi sen aytasan, она хотела просто избавиться от тараканов. Mana вот что получилось. Ну, просто правила безопасности она. Правила безопасности boshqa bilmayman-u nima, ну bu noto'g'ri. Neuspешно bo'lgan, да. Keyingi yangilik. Keyingisi. Neuspешно emas, я бы сказал, bu ahmoqgarchilik. Ahmoqgarchilik. Это глупо. Она глупо, да, поступила. Да, согласна. Keyingisi. Menga yoqdi bu. 2026-yil 1-yanvardan moped va skuterlarni boshqarish uchun A1 toifasi joriy etiladi. Tushundingizmi? Ya'ni prava zo'r-ku. Hozir hamma yosh bola ham 5-6 yoshli ham skuter, mopedlar, mana hozir elektron skuterlar ko'p. Shunda ko'chaga chiqadi-da, shunda skaner qilib yurib ketaveradi. Oddiy 1-sinf maktab o'quvchisi ham yurib ketaveradi. Lekin o'ylamaydi, katta ko'chaga chiqib ketishi mumkin, u qatqadir urilishi mumkin. Masalan, men ham yaqinda samokad uchishni o'rgandim. Oddiy 12 yoki 13 skorostda qattiq yiqilib tushdim. Oyog'im ko'karib ketdi-da. Men o'ylayman, juda ham yaxshi bu. Odamni o'zini sog'lig'i uchun yaxshi bu prava olib, keyin skuter, mopedni haydasa. Siz nima deb o'ylaysiz? No, men ham shunaqa fikrdaman. Men yaqinda o'qigandim. Даже ko'rgandim bitta videoda YouTube'da. Koreyadami, adashmasam, skuterni olishing uchun o'sha 20-25 oddiy skuter olishing uchun ko'chada imtihon topshirar ekansan telefoningda. Senga test berar ekan. O'tsang, 10 tami testdan o'tsang, keyin senga aniq qilar. O'tmasangiz? O'tmasang yo'q, bermaydi. Voy, esingdami? Biz endi aytmoqchi edim. Stuttgartga borganimizda, Germaniyada Stuttgart shahriga borganimizda, biz skuter olmoqchi bo'lganmiz. Keyin anaqa bergan, test bergan. Alkogol test. Alkogol test. Esizdami? Voy, hayron qoldim. Bundoq qilgan, tipa Google. Bundoq. Men qila olmagandim. Siz o'tolmagansiz.
man trezoviy bo'lman, ichmagan bo'lganman, lekin bildim. qiyin bo'lgan rostdan. Siz qila olmagansiz, endi telefonni bunday olish kerak edi. Mana telefon mana shu yerda Google chiqadi tam 5 gradusga, 45-30 gradusga buring deydi. Noto'g'ri bo'lsangiz, tipa yo'q, ana skuterni yoqolmaysiz. Sizga bu skuter bo'lmaydi deb aytadi. Siz 2 marta o'taman deysiz. Keyin men bundoq o'tirib olib o'tgandim. Keyin skuter olgandim, esladim. O'zbekistonda ham shunaqa narsa bormi? Nima deb o'ylaysiz? Hozir bilmadim. Men ham bilmayman. Bilganlar iltimos kommentariyada yozib qoldiringlar. Men bunaqa deyman. Juda ana murakkab, qiyin tashlashi ham menimcha невыгодно bo'lib qoladi odamlarga. Masalan, skuterni qachon olasan? Tushunarli, qachon sen masalan o'zing yoki tam o'rtog'ing bilan aylangani chiqding, vaqting ko'p, bemalol uni testidan o'tib, anaqa yarim soat vaqtingni ketkazdirishga yarim soat vaqtingni ketkazdirishing mumkin. Endi sen shoshib turgan bo'lsang-chi. To'g'ri. Menda masalan ko'pincha bo'ladi, vaqtim kamligidan skuter olishim mumkin. Hali hech qachon bo'lmagan, shu men bemalol chiqqanman-da. Bemalol chiqishim uchun o'zimni skuterim bor, o'zimni skuterimda haydab yuraman. To'g'ri. Xullas, juda unchalik murakkab qilib tashlashi ham menimcha bu yaxshi ideya. Ya'ni siz abr olish, abr toifasini skuterga qo'llash bu to'g'ri deb bilasizmi shunda? Da, yaxshi. Yaxshi, lekin me'yorida, ya'ni qiyinlik darajasi o'rtacha bo'lishi kerak, to'g'rimi? Agar u abr pravani ham da bir yarim yillab unga o'qib, yarim 100 martalab imtihondan yiqilib, juda ham murakkab bo'lmaslik kerak deb o'ylayman. Yarim yil deganingizga bitta narsani esimga tushib ketdi. Bu yangiligim hattoki bor. Hozir men keyingi yangilikni o'qib beraman. Qarang. Haydovchilik guvohnomasi uchun avtomaktablarda o'qish shartligi bekor qilinadi. Ya'ni, qarang, ya'ni odamlar 6 oy kelib teoriya o'qiydi, keyin uni topshiradi mexanikada, дорожный znaklarni o'rganadi, shuncha borib, yo'l qoidasini o'rganadi, millionta дорожный znak bo'lsa, hammasini o'rganib, keyin borib topshiradi-yu, teoriya, nazariya qilib. Endi o'shani bekor qilar ekan. Meni fikrim, это глупо. Вот чисто meni fikrim. Men ham o'qiganman, o'sha teoriyasini o'qiganman. 4 marta yiqilganman teoriyasidan emas, vождениyadan 4 marta yiqilganman masalan. Meni fikrim nimaga bu глупо? Chunki agar qarang, siz yo'lni mana bu anaqa дорожный znaklarni bilmaysiz-a? Вот siz o'qimagansiz. Xo'p, siz водить qilishni bilasiz. Lekin дорожный znakni bilmasiz, qanaqa yurasiz ko'chada? Hozir men o'tkazdirib yubordim. O'qish bekor qilinishi mumkin ekan. Nima bo'lar ekan o'rniga? Qanaqa olinar ekan? Qarang, o'qib beraman. Unga ko'ra, ushbu toifani olish uchun avtomaktablarda o'qish shart emas. Это уже глупо для меня. Fuqarolar to'g'ridan-to'g'ri imtihon topshirish huquqiga ega bo'ladi. Tipa siz qayerdan o'rgangansiz? Akangiz o'rgatgan, adajon o'rgatganlar, farqi yo'q. O'rgatganda kimdir sizga 2-3 soat mashina haydashni bilasiz. Borasiz-da, shunda bo'ldi. Keyin imtihon topshirasiz. Men uchun bu g'alati. Menimcha вообще нормально. Normalmi? Da. Nimasi? Men shunaqa bo'lishini xohlardim. Men masalan eshitganman, Amerikada, bilmadim qanchalik rost, qanchalik yolg'on, Amerikada bo'lmaganman. Amerikada shunda borib, mashinani olding-a, misol 3-4 mingga mashina olding, qanaqadir oddiy, shunda kelib turib, imtihoningni topshirib, 2 soatda pravani olib, haydab ketsang bo'ladi. Mashina nima uchun kerak? Mashina odamlarning hayotini yengillashtirish uchun, yo'lingni yaqinlashtirish uchun. Nimaga endi mayli xo'p, seni vaqting ko'p bo'lsa, bekorchi bo'lsang, puling bo'lsa, borib, bemalol o'qib, bir tarafdan yaxshi, o'rganasan sen yaxshilab, yo'lda безопасность bo'ladi, qoidani bilasan, yo'lda bilasan, avariya kamayadi bir tarafdan. Bunday olib qaradigan bo'lsak. To'g'ri. Bir tarafdan qancha vaqt kerak unga? Qancha o'qiydi? 3 oy, 4 oymi? Hozir 6 oy. 6 oy o'qiysan. 6 oy. Tasavvur qil, ko'p-katta odam ishlaydi, oilasi bor, bolalari bor. Yana u qo'shimchasiga 6 oy uni o'qishi kerak, yana katta pul to'laydi unga. O'shandan keyin ham yiqiladi u 10 marta, 15 martalab. Xo'p, lekin siz ko'chaga chiqasiz. Yana ustiga
Mashina olish oson emas. Yo siz ko'chaga chiqqaningizda, lekin qoidani bilmasangiz, дорожный znaklarni bilmasangiz, u qolgan odamlarga xavf nima bo'ladi? Tug'diradi. Qolgan odamlarga xavf tug'diradi-ku. Uni o'ylamayapsiz siz. O'ylayapman, men hozir ikkita stulda o'tiribman. Aytyapman-ku. Bir tarafdan hozir aytganimdek, men u variantga hamman, bu variantga hamman. Ikkalasi ham zo'r. Ikkalasida ham zo'r. Ikkalasida ham minusi bor. Men shunaqa deyman. Lekin men ko'proq baribir ikkinchi variantgaman. Bunchalik qiyin, bunchalik uzoq vaqt bo'lmasligi kerak. To'g'ri. Mana bunchalik qiyin, bunchalik uzoq vaqt bo'lishi kerak emas deb o'ylayman. Men o'qigan paytim 2,5 oylikda o'qiganman men. 2,5 oy faqat o'qiganman, bo'ldi keyin topshirganman. Bittada topshirganman teoriyasini. Men o'ylayman, mintami nechtadir ko'p savol o'shani qisqartirish kerak. Просто qisqartirib, osonlashtirish kerak. Keyin vождениyani ham tipa lazerniy-ku, erta lazerniy mashinani qilish kerak. Germaniyaga o'xshab instruktor oldingizda o'tirish kerak, ekzaminator orqada o'tirish kerak-da. Shunaqa qilib shahar bo'ylab yarim soatmi aylanib chiqish kerak. Mana bunaqa to'siqlardan o'tish kerak emas deb o'ylayman. Shunda osonroq bo'ladi deb o'ylayman. Gap endi faqat bitta to'siqdan o'tishda ham emas-ku. Bitta gap eng ko'p anaqa qiladigani bu juda ham uzoq vaqt. 6 oy juda ham uzoq vaqt. Tushunayapsanmi? Imtihonni qanchalik qiyinligida emas, yoki qanaqa to'siqlardan o'tasan, qanaqa darslar bo'ladi, nimani o'rgatadi. Hozir sen aytyapsan-ku, bunaqa bo'lmasa, bunaqa bo'lmasa. Men uchun birinchi o'rinda vaqtini qisqartirsin. Vaqtini qisqartirsin. Mayli men vaqt topayda, bir oyda o'sha narsani hal qilay. Lekin men yarim yil umrimda faqat bitta pravani olishga, o'shani olganimdan keyin shu bilan butun umrga kerak bo'ladi. To'g'ri. Lekin baribir hozirgi zamonda, hozirgi vaqtda yarim yil vaqt bitta prava uchun yana fakt emas, что sen 6 oydan keyin seni qo'lingga mana sizga prava deb olib kelib bermaydi. To'g'ri, hali ham 5-6 marta borib o'ta olmaganlar bor. Ammo u mashinani oddiy prava mayli, pravani qo'yib turaylik. Mashinani olish uchun odamlar qancha ishlaydi, qancha harakat qiladi, olyapti-da, o'sha pul to'plab yo'limizni yaqin qilsin, hayotimizni osonlashtirsin deb olyapti-da, orzu havas qilib. Yana shuncha vaqt o'qiyapti, topshira olmayapti. Menimcha jicha osonlashtirish kerak. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Qanaqadir bezobraziya, yengil qarasin demayman. Tipamda keldim, men senga deb bera olmasin. Qanaqadir bo'lsa ham yengillashtirish kerak. Men shunaqa deb o'ylayman. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Avtoshkolada o'qish shartmi yo kerak emasmi? Shu bilan bugungi yangiliklar tugadi. Video yoqqan bo'lsa, like bilan podpiska bosib qo'yinglar. Обязательно kommentariy yozsanglar, men o'zim shaxsan bitta javob yozib o'tiraman. Yaxshi ko'raman buni. Rahmat oxirgacha ko'rganinglar uchun. Спасибо за поддержку. Endi bizning firmenni xayrlashishimiz. 1 2 3. Kamsahamnida. Hammaga xayr, rahmat. Keyingi video nima haqida bo'lishini yozib qoldirsanglar, o'sha temaga olamiz video. Da?